Assalamu alaikum. Abdullah Abanay ijtimoiy, siyosiy va diniy turmushda ko'rinakli bir shaxs edi. Mashhur tatar savdogarlari naslidan edi. Qozonning Yunus masjidi imomi edi. 1862 da tug'ib 1919-yilda bolsheviklar tomonidan shahid etilgandir. Abdullah Hazrat eng yaxshi bilim bergan zamonning mashhur Abanay jadidi madrasasini o'z kuchi bilan ochgan ham ishlatgan edi. Ул madrasada G'ayaz Ishaqiy ham Najib Dumavida o'qiganlar. Ул tatar tilindagi birinchi jadidi darsliklarning muallifi va tanilgan Yulduz ham Ozod gazetlarining muharriri edi. Big zo'r maddi barliq jiya olgan, madrasalar ham yetimxonalar ochgan va ta'min etgan musulmon xayriya jamg'iyatining boshlig'i edi. Said Garay Alkin, Yusuf Aqshura, Sadri Maqsudi, G'alimjon Barudi bilan birga Rossiyaning birinchi musulmon firqasi bo'lgan Ittifoq al-Muslimin firqasining quruvchilaridan edi. Ul Rossiyaning davlat dumasına millat vakillari saylangan bir firqa edi. Ul butun umri bo'yicha vatanning, millatning ozod bo'lishini xayol etgan bir qahramon edi. Ol Rossiyada urus bo'lmagan xalqlarga yo'nalgan kimsitu ishchanliklarning, avtokratiyaning missionerlik siyosatini ochiqcha hukm etuvchi birisi edi. Azad gazeti qurilgan kunda onun boshliq maqolasida o'z ismini to'g'ri qolarak gazet ozodlik uchun kurashacak, ham zulmga, haqsizlikqa, kimsituga, xalqning ortda qoluvina betaraf qolmayacak, har millatga tegiz haqlar ta'mini uchun kurashacak deb yozilgan edi. Аңа Аллаһ рәхмәт әйләсен.